Mana buni biznes g'oya desa bo'ladi. Aka-ukalar, men sizlarga juda ham yaxshi bir ideya topib qo'ydim. Endi bu yoqqa ishlagani boraman ham demaysiz. Xohlasangiz o'zingiz qiling, xohlasangiz uyingizdagi ayollar chiqarsa ham bo'laveradigan, ko'rpa to'shaydi qo'yadigan apparatlarimizni sotadigan joyimizni topib qo'ydim. Aka-ukalar, mana bu apparatimiz qaranglarda, bir daniga 3 ta to'shaydi teng qovurgan. Bir daniga 3 ta to'shaydi. Bitta ko'rpani, bitta katta ko'rpamizni bir daniga qovib chiqaradigan apparatimiz 220 to'kda ishlar ekan. 220 to'kda va 1 yil garantiyasi ham bor ekan. O'zlari olib borib ustonovka qilib o'rgatib qo'yishadi. 1 yil garantiyasi bilan bemalol ishlayverasizlar. Kuniga 3000 dan 5000 gacha pul topsa bo'ladigan mana bu apparatimiz sotuvga chiqyapti. Mana bu apparatimizni akalarimiz olib kelib sotishar ekan. Hozir shu kunlarda kelyapti deydi. Yana bir haftaning ichida bundan ko'p kelar ekan. 10 ta olib kelib bosib qo'yamiz deyapti. Endi ko'rpa to'shaklarni ham oldin hashar qilib ayollar tikishardi-yu. Endi hashar ham qilinmaydi, boshqa ham qilinmaydi. Mana bunaqa apparatlarimiz o'zi tikaverar ekan. Aytib o'tganimdek 220 voltda ishlar ekan. Bundan tashqari boshqachalik adyal tikadigan apparat, har xil apparatlari bor ekan. Ana shu apparatlardan ham zakaz bersak bo'lar ekan. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi ham o'zi unchalik qimmat emas ekan. Narxi nech pul desam, aka telefon nomerini qo'yib qo'yavering, oladigan odam bilan o'zimiz bunday qilib kelishib olamiz. Xohlagan apparatidan, xohlagan ob'yomida olib keltirib beramiz deyapti. Xohlasa nalichida ham bor, xohlasa zakaz qiladigan boshqacharoq apparatlarni ham olib keltirib beramiz deyapti. Akalarimizning nomerlarini opisaniyada qoldirib ketaman. Ana shu nomerga bemalol murojaat qilaveramiz. Agar mana shu apparatni kelib ko'rib, ishlashlarini qanaqa bo'lishlarini ko'rib turib olaman desanglar, Aravon rayonida Aravon Tepaqo'rg'on trassasini hammamiz bilamiz. Bekali Aydarov ko'chasida Aravondan Tepaqo'rg'onga qarab tushib kelayotganimizda Uchko'prikda chap qo'l tarafimizda Zamzam magazinimiz bor, supermarket bor. Ana shu market tevasida eslaymiz, tevasida sport zallari bilan Zamzam market bor. Ana shu marketdan o'tganimizdan keyin o'ng qo'lga kirgan ko'chamiz bor. Ro'parasida ko'cha emas, o'tib turib o'ng qo'lga kirgan ko'chamiz bor. Ana shu ko'chaga kirganimizda chap qo'l tarafimizda 16-uy nomeri bilan turibdi. Ana shu uyga kelib bemalol murojaat qilsak ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa boya ko'rsatib o'tganimdek opisaniyadagi nomerlarga murojaat qilib haligi nima ish qilishini bilmayotgan aka-ukalarimizga jo'natib qo'yisham eslardan chiqmasin. Laykni bosdik, kommentariyalarda yaxshi fikrlarni bildirib ketamiz. Rahmat.